Bu shuhrat menga pichoqning ta'siri yetmaydi. Menga u pichog'ingiz o'tmaydi. Men Shuhrat Musayevni nasihatiga muhtoj emasman. Uni chizib bergan ramkasida yurishga majbur emasman. Shuhrat Musayev menga ramka chizib beradigan odam emas. Nimani gapiraman, qayerda gapiraman, qachon gapiraman, bu meni ishim. Har joyda har narsalar bu yotibdi. Juda ko'p odam menga ijtimoiy tarmoqdan murojaat tashlayapti. Shuhrat Musayevning murojaati. Shuhrat Musayevning murojaatiga qisqaroq javob beraman. Shuhrat Musayev bu murojaatga haqli emas. Menga bunaqangi xitob qilishlikka, menga murojaatiga javob Shuhrat Musayev o'zini ishini qilsin. O'ziga yaqin odamlarga, o'zini hammaslaklarga nasihat qilsin. Men Shuhrat Musayevni nasihatiga muhtoj emasman. Uni chizib bergan ramkasida yurishga majbur emasman. Shuhrat Musayev menga ramka chizib beradigan odam emas. Nimani gapiraman, qayerda gapiraman, qachon gapiraman, bu meni ishim. Ijtimoiy tarmoqlarda PR uchun mavzu qilmasligimni sanoqli odam bilsa, bittasi Shuhrat. Men PR uchun qilmayman. Suhbatini ichida ha bilamiz, PR uchun deb ketibdi. Shuhrat o'zingizga o'xshatmang meni. Men PR uchun tema qilmayman. Ikkinchisi, obro'yingiz tushib ketyapti debsiz. Menga obro' kerak emas-ki. Mabodo kerak bo'lsa keling. 3-4 tonna beraman obro'. Olib ketasiz, maza qilib foydalanib yurasiz. Menga obro' kerak emas. Ayniqsa Shuhrat o'sha sizni yoningizda akam, ukam deb turgan odamlaringizni nazdida menga obro'ni sarx chaqalik keragi yo'q. Nima uchun aralashdim bu mavzuga? Bu mavzuga nima uchun aralashdim? O'zi aralashmadim. Oylar mobaynida bo'lib kelayotgan masala. O'sha Sirojiddin Media kamida 20 ta 30 ta mavzu qilgan. Har mavzu qilganda prosmotr ko'payavergan. Ular o'sha qo'pol qilayotganda bir ayol kishini ichki kiyimini, ishtonini, tursugini tema qilib bola boqib yuribdi. O'shani orqasidan qo'pol qilayotganda shu. Mana aytayapmanki, buni qilmanglar. Desang, ularni o'sha topayotgan rizqlariga, harakat qilayotgan rizqlariga xalaqit qilib qoldimmi? To'satdan tashlanib qolishdi. To'xtamasdan tahdid, haqorat, to'g'ri madaniy suhbat yo'q. Endi Otabek Jo'rayev degani chiqib aytibdi-ki, nima qilibdi debdi. Zino qilsa qilaversin, sanlar nima ishing bor deyapti. Nimaga aralashdim? O do'stlar. Bu ijtimoiy tarmoqlarda bir guruh to'da shakllangan. Nomini bloger deb olgan. Hamma bloger aytmayapman, bir guruh bor. Bu guruh butun boshli xalqni ahmoq qilishlik uchun ularni hissiyotiga urg'u berib, ularni o'sha fikrlarini shakllantirish uchun harakat qilishyapti. Mana shu Furqat tumanidagi hodisa to'g'risida nimaga aralashdik? Do'stlar, ijtimoiy tarmoqda bir ayol butun boshli tizimga tuhmat qilyapti. Tuhmat qilyapti. Va uni o'sha tuhmati hali sud yo'q, hali hukm yo'q, hali uni ayblash yo'q. Sirojiddin Media chiqib aytayaptiki, sizni yechintirishgan, sizga zulm qilishgan, sizni yechintirishgan deb qo'llab-quvvatlayapti. Kun.uz bir maqola qilyapti-da, jurnalistik surishtiruvga o'xshagan narsa qilyapti-da, tamomila anu ayolni oppoq suvdan chiqqan farishta qilib ko'rsatyapti. Gap yo'q. Ayol kishini himoya qilish erkak kishining vazifasi. Lekin qarshi tarafdagi o'sha javobgarlikka tortilib ketishi mumkin bo'lgan taraf, tuhmatga uchrayotgan tarafni ayoli yo'qmi? Uni qizi yo'qmi? Uni onasi yo'qmi? U odam emasmi u? Ha? Odam emasmi ular? Butun boshli harakat
tuhmat ustiga bo'lyapti. Eng boshidan aytyaptiki, eng boshidan beri aytyaptiki, meni olib kirib, o'sha yerga olib kelib, ikkalamizni yechintirdi deyapti. Ikkalasini majburlab yechintirib videoga oldi deyapti. Bu og'ir jinoyat. Men yana qaytib aytaman. Buni prokuratura, ichki ishlar, xavfsizlik tizimi, mutasaddilari jiddiy tekshirish kerak mavzuni. O'zbekiston fuqarosi sifatida men shu murojaatni qilaman. Jiddiy tekshirish kerak. Hammasini xolisona ko'rib chiqish kerak. Agar, mana erkakcha gap. Agar o'sha ayolni, o'sha soliq xodimini o'sha joyga olib kelib, majburlab urib, yechintirib, video qilganligi isbotlansa, shu ishni qilganlarga maksimum jazo berish kerak. Men talab qilaman shuni. Bir O'zbekiston fuqarosi sifatida maksimum jazo berish kerak. Nimaga? Tasavvur qilyapsiz, bir odamni kelib urib, yechintirib, Plus 18 video olib, "Senlar shunaqa ish qilgansanlar" deb tuhmat qilgan bo'lib chiqadi. Va o'sha direktor ayolni da'vosi shu. Bizni urib, yechintirib videoga oldi deyapti. Ya'ni og'ir jinoyat. Adashmasam 235-modda. Men moddalarni ham bir ko'rib qo'ydim, o'rganib qo'ydim hozir. 235-modda adashmasam-da hozir. O'qib beraman qisqacha qilib. Qani, mana. 235-modda. Qiynoqqa solish va boshqa shafqatsiz, g'ayri insoniy yoki qadr-qimmatni kamsituvchi muomala hamda jazo turlarini qo'llash. 5 yildan 10 yilgacha qamoq jazosi. 5 yildan 10 yilgacha qamoq jazosi. 235 bilan ayblayapti. Birinchi, ikkinchi, uchinchi qismlari bordir. Buni sud, prokuratura, ichki ishlar, tergov, advokatlar buni o'zi hal qiladi. Huquqiy tomonini Xondamir degan bir adashmasam ismlari Xondamir shekilli. O'sha kishi chiroyli tahlil qilib berdi. Endi mana shu masala bo'yicha agar shu isbotlansa, bu ishni qilganlar topilishi kerak. Ular ozodlikda yurishligi xavfli, ular insoniyatga tajovuz qilgan bo'ladi, ularni jazolash kerak. Endi masalaning ikkinchi tomoni bor. Agar bu mavzu isbotlanmasa-chi, 235 topilmasa-chi, 235-modda bilan ayblangan odamlar isbotlanmasa-chi, endi bir odam til biriktirib o'zini o'sha partnyori bilan butun boshli ya'ni insoniyatga tuhmat uyushtirayotgan bo'ladi. Ha, buni blogerlar qo'llab-quvvatlagan bo'ladi. Blogerlar buni qo'llab-quvvatlagan. Bu joyda sherik bo'ladi Sirojiddin Media 235 bilan ayblayotganligi uchun sherik bo'ladi. Sirojiddin Media'ning gapini eshitasiz, qarang. Sirojiddin Media nima deyapti? Ko'p videolarda bor-da, bittasida shunaqa deyapti, eshiting. Sha'ningiz bilan bog'liq narsa, balki siz ularning qo'lidagi o'sha sizning sha'ningiz bilan bog'liq narsa bo'lsa ham yechintirilgan siz mayli endi qurbonlik aytishga majburmiz. Siz ochiq bo'lishini talab qilyapsiz, lekin sizga o'sha nisbatan zo'ravonlik qilganlar yopiq o'tkazishni xohlayapti. Yechintirilgan sizsiz, sizga zo'ravonlik qilganlar yopiq o'tishligini talab qilyapti deb mana shuni xalqqa shunaqa informatsiya berishyapti. Hali sud yo'q. Hali sud oxiriga yetgani yo'q, hali aybdor deb topilgani yo'q. Bu 235 aytyapman men. Qolgan bandlar bo'yicha Xondamirmida ismi, Xondamirni tahliliga qaranglar. O'sha yerdan ko'rib olasizlar. Lekin 235 bo'yicha Kun.uz maqola qilgan, 235-modda bo'yicha bu ayol murojaat qilgan, 235 bo'yicha Sirojiddin Media, Otabek, boshqasi hammasi xalqning hissiyotiga o'ynab yotibdi. Indamayligimi? Shuhrat Musayev, indamayling, ko'z yumayligimi? Sizlar indamay o'tiribsizlar-ku. Aynan shu Shuhrat Musayev bilan birga Miraziz Bozorov degan Galuboyni ustidan biz ish ochganmiz. Borib uyga o'tkazib qo'yganmiz. U ham meni
ishim emasmidi Shuhrat? Ha? Bu joyda katta ehtimollar bor. Shuhrat yomon bola emas o'zi. Lekin Shuhratda men masalani ichiga bir og'iz gapirib chiqib ketganimdan keyin bu darajada to'polon bo'lib ketganligidan xayol qilyapmanki, bu joyda kimningdir zakasi bor. Mikin? Ha, kimdir zakas qilyaptimikin? Abror aralashdi, Abrorga nisbatan davay boshlalaring degan hujum bormikin? Shuhrat shunga o'ynayaptimikin? Meni hayolimda shu bittasi. Ikkinchisi prosmotr. Shuhrat men aytayapti-ku, prosmotr deyapti. Shuhrat biladi meni prosmotr uchun qilmasligimni. Menga kerak emas, kerak emas-ki prosmotr. Uni biladi, hammasi yaxshi biladi. Shuhratga prosmotr kerakmikin? Angishonachilar bor. Ko'rgansizlar, ko'pchilik, bozorlarda o'tirib olishadi-da, angishoni o'ynatadi yoki karta o'ynatadi. Karta o'ynatib, atrofida 5 ta 6 ta odam o'zini odami bo'ladi, o'ziniki bo'ladi. Tashqaridan kelgan bechorani pulini silishadi. Ko'zini oldida yutqizganga o'xshaydi, yutganga o'xshaydi, sekin borib, bitta odamni ilintirishadi, o'shaning pulini olib bo'lishib yeyishadi. Hozirgi vaziyat shunaqa bo'lyapti. Men to'g'ri madaniy qonunga xilof bo'lmagan jumlalar bilan gapiryapman. O'y. Meni hurmat qilishligini hech kimdan so'ramayapman ham. Men ko'chaga chiqib olib kimgadir borib turib, men domlaman, meni gapimga kirishga majbursan demayapman. Gapimga kirishlikka hech kim majbur emas. Lekin men O'zbekiston fuqarosiman. O'zbekistonda qonun ustuvor. Bir odamni 235 bilan ayblab meni yechintirdi deyish masalani ikki tomonida kesadi. Yechintirgan bo'lsa, uni 10 yilgacha qamash kerak. Yechintirmagan bo'lsa, bu odamlarni shu angishonachilar guruhini jinoiy javobgarlikka tortish kerak. Prokuratura, ichki ishlar, xavfsizlik tizimi buni qilish kerak. Agar qilmasa, bu blogerman degan odamlar xohlaganini gapiradi. Bundan keyin yana xohlaganini gapiradi, sudga, ijtimoiy vaziyatga bosim o'tkazadi. O'tkazishyapti. Shuhratning ishi nimaga o'xshadi hozir? Shuhratning hozirgi ishi nimaga o'xshadi? Ana Mirzo Xolmetovning kinosi bor. Ko'zlarim yo'lingdami degan. O'sha joyda Mirzo Xolmetov bir joyga kirib borsa, ikkitasi bilan urushyapsa, bitta amaki keladi-yu, to'nlarni kiyib, do'ppini kiyib olib, hay birodarlar, urushmanglar deb jiq pichon sanchib oladi-yu. Shuhrat xuddi mana shu rolni o'ynadi hozir. Hay birodarlar, hay. Kelib menga pichoq tiqib olyapti. O'sh Shuhrat, menga pichoq ta'siri yetmaydi. Menga u pichog'ingiz o'tmaydi. O'sha Otabek Jo'rayev sizni ukangiz ekan, Sirojiddin sizni media akangiz ekan. Biroq ularga aytmaysizmi? Nimaga Abrorni haqorat qilyapsanlar demaysizmi? Agar samimiy bo'lsangiz. Abror ularni haqorat qilmadi. Abror aytdiki, eri больницada uxlab yotgan, mazasi bo'lmay yotgan, begona erkakni uyida yalang'och qo'lga tushgan ayolni mavzusini ko'taraverish millatni hamiyatiga ta'sir qiladi. Dayuslar bu ishni qiladi. Qilmanglar deyapman men. Otabekni nomini aytganim yo'q o'tda. Otabek chiqib olib, men o'shaman deyapti. Nima qilay? Men o'shaman desa. Shuhratga shu gap. Murojaatingizni cho'ntagingizga solib qo'ying. Men sizdan murojaat qabul qilmayman. Murojaatda mabodo kasal bo'lib qolsangiz, doktorxonaga borib murojaat qilasiz, doktor sizga qaraydi. Sizni gapingizni endi o'sha o'ziga mos xohlab turganlar, Abrordan shaxsiy adovati borlar yoki bu zakas, troll profillari qo'llaridan kelgancha aylantirishadi. Qo'llaridan kelganini aylantirsin. Shuhrat yana sizdan 3-4 ta to'dani olib menga qarshi bosing, hujumingizni qilavering. Farqi yo'q menga. Men Galiboylarga qarshi turganim singari fahshni tarqatadiganlarga ham qarshiman men. Fahsh tarafida turib uni himoya qilayotganlarga ham qarshiman. Jamiyat qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar.